Bugun gaz pech kerak bo'lmaydigan rulet masalliqlarini olish uchun Andalusga bordim. Azizlar, bu gal Uchtepa tumanidagi algoritm dahasidagi Andalusga keldim. Bu yerni menga maqtashgan edi, maqtaganlaricha bor ekan. Chunki fontanni ko'ryapsizlar va haqiqatan ham aholi dam oladigan joy. Lekin biz bu yerga dam olgani kelmadik, bozorlik qilgani keldik, ketdik. Dek bizga banan kerak bo'ladi. Voy. Rahmat. Qizig'i, bu ruletga xohlagan mevangizni solishingiz mumkin. Malina sezoni bo'lganligi uchun malina olyapman. Qora pechenye kerak bo'ladi. Mayli, bitta qaymoq olamiz. Saxirni pudra kerak, krem uchun. Endi kassaga olg'a. Andalusdan hamma masalliqlarni oldim, endi shirinligimizni boshlaymiz. Pechenyelarni choperdan maydalab olamiz. Ikkita pishgan banan va biroz sut solib, mana shunday xamir qilamiz. Tvorojni, sirga qaymoq va shakar upasini solib krem tayyorlaymiz. Pergament qog'oz ichida xamirimizni yoyib olamiz. Kremni surtamiz, xohlagan mevalarimizni solamiz, ruletni o'rab 1-2 soatga morozilnikka qo'yamiz. Mana pishirilmaydigan rulet ham tayyor. Kesamiz va yerliklarga ulashamiz. To'liq retseptni izohdan topasiz.